Assalomu alaykum, qaynoq obunachilarim. Do'stlarimizga qilyapman. Ularni chiroyli qilib mehr bilan borishlarini böyle yaqinlashib boramiz. Bakın e'tibor berdilar. Qani buni ish bo'lmaydi. Qo'ylar hammalarni o'shanlar uchun bittalarga kelar. Bittadan chiqarmaymiz bittalar. Taksiyani mana xohlasa anjomga chiqib ketyapti. Bunaqadan 3 ta xudo xohlasa bu o'tin ko'mir deyiladi. Katta o'tin yoqaman deydiganlarga ham ichkilarda o'sha sizlar uchun harakatdamiz. Bo'shayapti. To'ldirilyapti. Shu hali og'zi kattasidan. Xo'p, 1 million 200 ming so'm. Shu 5-6 lista bo'ladi. Hop, tapchani tepasida guli olib 1 million 300 ming so'm. Hozir 3 ta, ikkitasi tayyor. Bittasi NCP bolalar chiroyli qilishyapti, sho'rasida. Mana hozir katta deydigan akalarimizga. Muqarrarlar gibishida bitilmadi. Sizlarga ham ko'rasiz, sizlarga ham o'ta xudo xohlasa. İşimizga xudo xohlasa javob narsa beringlar. Bitta bizda razillik bor xolos. Agar birak chiqadigan bo'lsa. Mana endi aldanib bo'lmaysizlar degan umidamiz endi. Ko'ringlar endi. Ko'ringlar, arzonni sho'rvasi hech qachon tartamaydi akalar. O'zimiz birinchi o'ylab topilgan pecha. Hozir ko'ryapsizlar, gullarigacha zakonniy. Xotirjam. Bitta chiroyli qilib sepib chiqyaptilar. Aslan olmaydi hozir, mana aytib bizgan ayamni sog' bo'linglar.